Diqqat, pensiya oladiganlarga xushxabar. O'zbekistonda pensionerlar uchun pensiya miqdorini oshirmoqchi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, mamlakatda nafaqa oluvchilar soni rekord darajadagi 4 millionga yetdi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi ishlayotgan pensionerlarning pensiyalarini oshirish, shuningdek, to'lovlarni hisoblashda homiladorlik va tug'ish ta'tillarini va to'liq ish stajini hisobga olish taklifini ilgari surdi. Partiya pensiya yoshini oshirishga ham qarshi. Buni adolatsizlik deb hisoblagan, deyiladi xabarda.